Azizlarim, 7 kunlik sog'lom ozish uchun dieta menyusini bugun men sizlarga a, ko'rsatib ketaman. Xohlasangiz yozib oling, xohlasangiz skrinshot qilib olib, albatta buni qo'llang. 7 kun davomida 2 kilodan 4 kilogacha ozasiz, balki 4 kilodan ham ziyod ozarsiz. Lekin bir dona sizga maslahatim, bulardan tashqari bir kunda hech bo'lmaganda, hech sharoitingiz yo'q bo'lganda 10 daqiqa sport bilan shug'ullaning. Sport bilan shug'ullanmasangiz ozishingiz qiyinlashadi. Sport bilan shug'ullangan odamlar tez ozadi. Agar vaqtingiz bo'lsa 1 soat, 2 soat tong sahar oqshomlari yuring. Yurish sog'likka, ozish uchun juda ham katta foyda beradi. Azizlarim, buni albatta qilib ko'ring. 7 kun o'tadi, ketadi. Qilib ko'rsangiz keyin bu sizga odat tusiga aylanib qolib, siz bemalol keyin hech qiynalmasdan xohlasangiz 10 kilo, xohlasangiz 20 kiloga ozishingiz mumkin. Xohlasangiz 30 kiloga ozasiz, ham qiynalmaysiz, ham sog'lom ozasiz. Bu dietani qilgandan keyin siz oqshomlari bemalol nima desam, choy, sut ichishingiz mumkin. Kefir, choy, sut, kefir iste'mol qilishingiz mumkin azizlarim. Lekin faqatgina yotishdan yarim soat oldin to'xtatasiz. Yarim soat oldin bularni ichsangiz bo'ladi-yu, lekin yotishingizdan oldin hech qanaqa narsa iste'mol qilmaysiz. Yotishingizdan oldin biron nima iste'mol qilasiz degan dietologlarga aslo ishonmang. Yotishdan oldin nimaki iste'mol qilsangiz u sog'ligingizga ziyon. Faqatgina suv ichishingiz mumkin. Suvni ham 15-20 minutlar oldin ichganingiz ma'qulroq. Azizlarim, mana 7 kunlik dieta menyusini sizga berib qo'ydim. Bundan siz sog'lom ozasiz. Dietologlarda yana bitta maxfiy siri azizlarim. Siz albatta har doim bo'lmasa ham qachon, misol uchun nima bo'lsa, petrushka bo'ladi-ku, petrushka zelen ko'kat, ya'ni o'shani olib suvga damlab, xuddi choydek qilib damlab iching. Bu sog'ligingiz uchun, siz zaiflashingiz uchun juda ham katta yordam beradi. Azizlarim, keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Qizlarimiz sizlarga go'zal qomat. Yigitlar cho'ntagiga doim daromad.